Barchaga assalomu alaykum. Yana bir bor bugungi onlayn darsimiz qatnashchilari, ishtirokchilari, hammanglar bugungi tashkillashtirilgan darsimizga xush kelibsizlar. Hozir darsimiz boshlanish arafasida turibdi. Hozir darsda sizlar bilan boshlaymiz. Bugun shu Bo'ston School jamoasi tarafidan tashkil qilingan bugungi onlayn darsimiz 16-noyabr kuni Marhamat tumanida olimpiada tashkillashtirganmiz. Xabaringlar bor. O'sha kunga 4-sinflar testini hozir tanlab olganmiz va ana shu testni hozir sizlar bilan birgalikda tahlilidan ko'rib chiqamiz. Biz haqimizda o'zi kim qanaqa ma'lumotga ega, o'zingizlar bilasizlar, biz har xil tumanlarda prezident maktabiga tayyorlanib borayotgan o'quvchilarni shu yo'nalish bo'yicha to'plagan, shu kungacha o'rgangan bilimlarini tekshirish maqsadida, ya'ni ularning bilimini baholash maqsadida ko'p tumanlarda olimpiada tashkillashtirib boramiz. O'sha olimpiadamizni yaqin eng oxirgisi 16-noyabr kuni Marhamat tumanida bo'lgan, yuqorida aytib o'tdim. Shu olimpiadalarimiz mutlaqo bepulga tashkillashtiriladi. Mana shu olimpiadalarimizga siz o'quvchingiz yoki farzandingizni tez olib borsangiz, sizning farzandingiz haqiqiy imtihonga qay darajada tayyor ekanligini aniqlab bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammamiz tayyor ekanmiz. Hozir sizlarga savollarni taqdim qilamiz. Mana shu bugungi savollarimiz 16-noyabr yuqorida aytib o'tgan sanamizda 4-sinflarga berilgan savollar bo'ladi. Ekraningizda ko'rinishni boshladi. O'sha savollarga e'tibor qaratamiz. Biz tahlil qilishni boshlaymiz hozir. Ovozimiz yaxshi boryapti-kan, xudo xolasa hamma yaxshi kelyapti debdi. Bo'lmasam darsni boshladik. Bugungi hozir tahlil qiladigan savollarimiz prezident maktabi yo'nalishida tayyorlanayotgan 4-sinf o'quvchilari uchun u darajada murakkab ham, oson ham emas, o'rta, ya'ni me'yorida qilib tuzilgan, ya'ni oson ham, qiyin ham deb ayta olmaymiz. Bo'lmasam darsni boshladik. Birinchi savolga e'tibor qaratamiz. Birinchi savoldan 10-savolgacha 2-1 balldan beriladi, ya'ni prezident maktabi standarti bo'yicha tuzilgan savollar, ya'ni birinchi savoldan 10-savolgacha savollarimiz oson. 11-dan 20-gacha o'rtacha, ya'ni qiyinlikda bo'ladi va 21-savoldan 30-savolgacha savollarimiz nisbatan murakkab, ya'ni eng qiyinlari 21-dan 30-savollarga to'g'ri keladi. Birinchi savolga e'tiborimizni qaratamiz. Buni biz 3-4 kun oldin sizlarga havola qilganmiz. Bu savollarni sizlar buni ishlab, o'sha kalitlarini ham tashlab berganmiz, lekin biz endi tahlil qilib, ya'ni nimaga to'g'ri javob bu, nimaga noto'g'ri javob bu deb tahlil qilib beramiz. Bizda ko'rinmayapti, chatga yozishyapti ekan. Kanalga ulangan bo'lsangiz, telefonga qarasangiz, yuqorida ko'rinib turibdi. Birinchi savolga e'tibor qaratamiz. Demak, biz boshladik. Birinchi savolda mana bu shakldagi, ya'ni shakl ostida yashiringan biz sonni topishimiz kerak. Bu shunchaki tenglama xolos. Tenglamada bilsangiz faqat noma'lum son x bo'lmaydi-da. Tenglamada umuman noma'lum sonni o'rniga har qanaqa shakllar yoki har qanday belgilarni yashirish belgilarini qo'yish orqali sonlarni yashirib qo'yish mumkin. Demak, biz hozir siz bilan mana shu noma'lum sonni birgalikda topamiz. Birinchi bizda amallar ketma-ketlikka e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi qo'shib olamiz. Keyin 450 ni birinchi bo'lib olamiz ekan, 450 ni 9 ga bo'lib olsak, keyin bizda qo'shish, ayirish amallari hosil bo'ladi. Shundan biz to'g'ri javobni topib, 48099 ni ayirishimiz kerak va ayirganimizda to'g'ri javob bizda 164508 soni hosil bo'ladi. Ya'ni 450 ni 9 ga bo'lamiz 50. Keyin 211778 ni qo'shib, undan 50 ni ayirib olamiz. Va ayirganimizdan so'ng 48099 soni ayriladi. Shunda bizning to'g'ri javobimiz hosil bo'ladi. Buni nima deydi? Oson bo'lgani uchun biz yozib ishlab berishni xohlamagan edik. 211778 qo'shilgan 879 bo'ladi.
To'g'rimi? 879. Undan chiqqan javobdan keyin 450 bo'lingan 9 natijamiz 50 bo'ladi. Undan keyin 50 ni ayirib olamiz va yana chiqqan javobdan 48099 sonini ayirib tashlaymiz, chunki bizda plyus ishorasi bor ekan. Bu tomonga o'tganda minus bo'lib qoladi. Shuning hisobiga 164508 soni to'g'ri javob bo'ladi. Navbatdagi ikkinchi savolga e'tibor qaratamiz. Amal natijasini rim raqamlari bilan to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping deb savol berilyapti ekan. Hozir shuni siz bilan birgalikda ishlaymiz. 4-sinf bolalariga rim raqamlari maktab programmasidan ham o'tiladi. Demak, buni biz hozir sizlar bilan osonlikcha ishlay olamiz. Birinchi songa e'tibor qaratamiz. Mana bu son necha? 10, 15, 3 va bu necha? 18 bo'ladi. 18 ayrilgan 7. Qo'shilgan. Mana bu 50. 50 ni chap tomonda 10 turibdi. 40 va mana bu necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Mana bu necha ekan? 44 ekan. Endi biz 18 dan 7 ni ayiramiz 11. 11 ga 44 ni qo'shib, to'g'ri javob necha deymiz? 55 bo'ladi. A javobimiz necha? A javobimiz 15 ekan. B javobga e'tibor beramiz. Bu 45 ekan, to'g'rimi? Mana bu joyda 50, chap tomonda 10 turibdi 40 va bu 5, 45. Bu ham to'g'ri javob emas. Mana bu 50 va chap o'ng tomonida 5 turibdi. 50 ga 5 qo'shilib, bu 55 bo'ladi. Bizdagi to'g'ri javob ham necha edi? 55 edi. Va D javobni ham ko'rib qo'yamiz. L 50, o'ng tomonda 10 turibdi 60 va bu tomonda 9 turibdi. Bu necha ekan? 69 ekan. Bizning to'g'ri javobimiz C javob 55 edi. Ovozimiz yaxshi boryaptimi? Chatga yozinglar. Ovoz yo'q, bizda ko'rinmayapti deb yozishyapti ekan. Iltimos yozinglar, ovozimiz yaxshi boryaptimi? Ovoz yo'q deb yozayotganlar, iltimos internetda tekshirib qo'yamiz. Hammada ovozimiz yaxshi boryapti ekan. Chatga yozishyapti. 3-savolga o'tsak bo'ladi demak. 3-savolga e'tibor beramiz. X harfi o'rniga, ya'ni biz mana bu joyda x ni ko'rishimiz mumkin. Mana shu, ya'ni noma'lum son o'rniga quyidagi tengsizlik to'g'ri bo'ladigan qanday eng katta butun qiymat berish mumkin? Ya'ni biz x o'rniga mana bu javoblardan eng katta qiymatni qo'yish orqali biz to'g'ri javobni, ya'ni mana bu tengsizlikni to'g'ri bo'ladigan qilib tanlashimiz kerak bo'ladi. Qanday qilamiz? Qarang, e'tibor beramiz. Noma'lum son bu yerda 600 ayrilgan noma'lum son bo'lyapti. Biz noma'lum sonni ixtiyoriy bitta sonni qo'yamiz. Masalan, 720 sonini qo'ysak bo'ladimi? 600 dan 720 ni ayirsak, ya'ni kichkina sondan katta sonni ayiryapmiz. Bizning javobimiz manfiy, ya'ni minus bo'lib ketadi. Minus son, ya'ni manfiy sonimiz 180 dan katta bo'lib ketishi mumkin emas. Demak, biz 720 javobini chiqarib tashlaymiz. 520 ga e'tibor bering. 600 dan 520 ni ayiramiz. 600 dan 520 ni ayirganimizda 80 qoladi. 80 soni katta 180 dan bo'lsa, tengsizligimiz to'g'ri bo'lmay qoladi. Shuning uchun biz de javobni ham chiqarib tashlaymiz. Ana endi B ga qarang. 420. 600 dan 420 ni ayirganimizda necha bo'ladi? 180 bo'ladi. 180 katta 180 dan bo'lib qoladi. Shuning uchun biz B javobni ham ola olmaymiz. Va to'g'ri javob bu yerda A bo'lyapti. 600 dan 419 ayiramiz, 181 bo'lar ekan va 181 katta 180 dan bo'ladi va bizda to'g'ri javob A javob edi. Navbatdagi 4-savolga e'tibor qaratamiz. 4-savol. Bola 3 kunda 35 betdan va yana 45 bet kitob o'qidi. Agar kitob 200 betli bo'lsa, bola yana 2 kunda teng, ya'ni teng miqdorda necha betdan kitob o'qisa, mana shu 200 betli kitobimiz tugaydi degan savol keltirilgan. Mana shuni hozir yechimini birgalikda siz bilan topamiz. 3 kunda birinchi e'tibor beradigan joyimiz 35 betdan deyapti. Biz nima qilamiz? 35 ni 3 ga ko'paytirib olamiz. Necha bo'ladi? 105.
Biz 105 bet kitob o'qidik va yana 45 bet kitob o'qidik. 105 ga haligi 45 bet o'qigan betimizni ham qo'shamiz. Shunda 150 bet biz kitob o'qibmiz. Ya'ni 200 betli kitobni 150 betini o'qib tugatdik. Biz necha bet qolyapti? 200 dan 150 ni ayirib olamiz. Ayirganimizda bizda 50 bet qolayotganini ko'rishimiz mumkin va bizda 2 kunda teng miqdorda necha betdan o'qishimiz kerak. Biz nima qilamiz? 50 ni yana nima qilamiz? 2 ga bo'lib qo'ysak, to'g'ri javob necha bo'ladi? 25 bo'ladi. To'g'ri javob 4-misolda B edi. Nima uchun A javob to'g'ri kelmadi? Nimaga S, nimaga D? O'zingiz mana ko'rib turibsiz. Ishlanish yo'llari bilan misolni tushuntirib o'tyapmiz. Har bitta testni xuddi shunday tahlil qilib o'quvchini bilimini yana ham bilimini oshirish uchun eng zo'r usullardan biri mana shunaqa tahlil qilib berish kerak har bitta o'quvchiga testni. Shunda o'quvchi nima ishlayotganini, qayerda xato qilayotganini, nima uchun bu misol to'g'ri javobi manaqa-yu, nima uchun noto'g'ri javob bunaqa degan savollariga eng zo'r yechim olishni yo'li bu. 5-savolga e'tibor beramiz. Bunaqa savollar rasmiy imtihonda ko'p tushadi. Berilgan shaklni yuzini toping deyapti. Ya'ni biz hozir mana shu shaklni yuzini birgalikda topamiz. Imtihonlarda eng ommabop, ya'ni ko'p tushadigan savollardan bittasi. Ovozimiz yaxshi boryapti. Xudo xolasa ketdik. Mana bu shaklni qanday qilib yuzini topamiz? Biz bu shaklni biz o'zimizga ma'qul qilib, ya'ni to'rtburchak shaklga keltirib olamiz va biz buni mana bu ko'rinishida bo'lib olamiz. Bitta bizda mana to'rtburchak hosil bo'ldi. Endi mana bu joydagi bilan mana bu to'rtburchak bo'ldi mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, yana bitta to'rtburchak bizda hosil bo'ldi. Va o'ng tomonda ham xuddi shunaqa katta to'rtburchak hosil bo'ldi. Biz hammasini alohida yuzlarini topib, qo'shib qo'ysak, bizda to'g'ri javob hosil bo'ladi. Tayyor bizda o'lchamlari bor. To'rtburchakning yuzini topishni sizlar bilan o'quvchilar bilan eslab olamiz. Agar to'rtburchakni tomonlari berilgan bo'lsa, masalan, bu tomoni 2, masalan, bu tomoni 7 bo'lsa, tomonlarini, ya'ni enini bo'yi ko'paytirish orqali to'rtburchakni yuzini aniqlab olar edik. Esingizda bo'lsa, hozir xuddi shu tariqa biz berilgan shaklni yuzini topamiz. Mana bu joy 8, pasa. E'tibor bering, 8. Unda mana bu joy ham 8 bo'ladi. Mana bu joy 15. Mana bu joyda yozilgan. Demak, biz 15 ni nechaga ko'paytiramiz? 8 ga ko'paytirish orqali biz o'ng tomonda yuzani aniqlab olamiz. 15 ni 8 ga ko'paytirsak 120 bo'ladi. O'ng tomonda yuzamiz chiqdi. Endi mana bu to'rtburchakni, mana yuqoridagi to'rtburchakni yuzini topamiz. Qarang. Mana bu to'rtburchakning bo'yi 5 ekan. Endi bizda mana bu 5 bo'lsa, biz uni uzunligini topamiz. Qarang. Berilgan shaklni umumiy uzunligi 30 bo'lsa, o'ng tomondagi to'rtburchagimiz mana bu joy 8, mana bu joy 6 bo'lsa, 6 ga 8 ni qo'shsak 14. Ya'ni bizda necha qolyapti desak, mana bu joy 16 qoladi. Ana endi qarang. 16 ga 6 ni qo'shsak 22. 22 ga mana bu 8 ni qo'shsak, bizda yuqoridagi berilgan 30 to'g'ri chiqyapti. Demak, biz shaklni mana bu to'rtburchakning uzunligini topib oldik. Ana endi 16 ni 5 ga ko'paytirsak, bizdagi 100 ga kelib chiqadi. Ya'ni buni yuzasi 80 edi. Endi bunga qarang. Chap tomondagi to'rtburchak yuzasini topamiz. Mana bu joy 6. Bo'yi bo'lsa necha? 15. Endi 6 ni 15 ga ko'paytiramiz va bizda natija 90 chiqadi. Biz alohida har birini yuzasini topib oldik. Endi biz mana shularni qo'shib qo'ysak, to'g'ri javob bizda chiqib qoladi. Demak, 90 qo'shilgan 80 va 120. Va to'g'ri javob bizda hammasini qo'shsak 290 edi. To'g'ri javob D ekan. Ovozimiz yaxshi boryaptimi? Tez-tez so'rab turamiz, chunki yangi kirganlar tushunmay qolyapti. Xo'p, davom etamiz.
Navbatdagi 6-savolni sizlarga havola qildik. 6-savol. Quyidagi karra jadvali berilgan bo'lib, ayrim sonlar tushirib qoldirilgan va biz mana shu shakl jadvalda ko'rishimiz mumkin. Mana shu shakl ostidagi raqamni topishimiz kerak ekan. Qanday qilamiz? Qarang. Ko'paytirish jadvali berilgan. Mana bu joydan mana ko'paytirish amalini yozib qo'yganmiz. Demak, biz ko'paytirish amali jadvalni ko'rib turibmiz va mana shu joydan biz hozir yashiringan belgi ostidagi raqamni birgalikda topamiz. 3 ni 2 ga ko'paytiramiz. 6. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12, to'g'rimi? Ana endi biz mana bu joyga nechini qo'yamiz? Qarang, e'tibor beramiz. Mana bu joyda 2. 2 ni nechaga ko'paytirsam 10 bo'ladi. Ya'ni 10 ni 2 ga bo'lsam 5. Mana bu joyda 5 turganini bilishimiz mumkin. 5 kara 2 10 bo'ladi. To'g'rimi? Endi mana bu joyda 30 bor ekan. Biz mana bu joydagini topish uchun 30 ni 5 ga bo'lsak 6. E'tibor bering. 5 ni 6 ga ko'paytirsam 30 chiqadi. Demak, biz 6 sonini ham to'g'ri qo'ydik. Davom etamiz. Endi mana bu pastdagi sonni topishimiz kerak. Qarang. Mana bu joyda bizda 28 bor ekan. 28 4 ga bo'lsam, mana bu joydagi son chiqadi. 28 4 ga bo'lsangiz, mana bu joydagi son 7 ekan. 7 ni 4 ga ko'paytirsangiz, rostdan 28 chiqadi. Endi biz 7 ni 6 ga ko'paytirish orqali mana bu belgi ostidagi sonni topib olamiz. 7 kara 6 42 bo'lsa, to'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. Prezident maktabi savollarida o'quvchini matematikadan bilimlari ming zo'r kuchli bo'lgani bilan u boladagi salohiyat, ya'ni e'tibor bilan ishlash kerak bo'lgan qobiliyatlari kuchli bo'lishi kerak. Chalg'itadigan yoki bo'lmasam hali ozgina o'ylab, fikrlash qobiliyati kengroq bo'lgan o'quvchilarga bunaqa misollar hech emas. Lekin masalan 4-sinf bolasiga karra hech qanaqa muammo tug'dirmaydi, lekin o'quvchi mana shu narsani tushunmay qoladi. Shuning uchun unaqa haligi nima deydi? Osonroq tushunish uchun ko'p har xil testlarni ishlash kerak, tahlil qilish kerak. Shunda bolani bilimi tezroq rivojlanadi. Shuning uchun bolalarga testlarni ishlab turish kerak, tahlil qilib berish kerak. Shunda biz kutgan natijani tezroq ulardan olamiz. Demak, navbatdagi savol 7-savol. Shunchaki hisob-kitobga qaratilgan savol ekan. Kelinglar bunda ham ishlab qo'yamiz. Amallar ketma-ketligi ko'p o'quvchilarimiz bir chekkadan chapdan o'ngga qarab ishlab qo'yapti va shuning uchun noto'g'ri javobni tanlab tasvirlab qo'yishyapti. Xo'p, birinchi ish bizda 819 ga bo'lamiz. Birinchi ish, ikkinchi ish bo'lish amali, uchinchi ish qo'shamiz, keyin bo'pti mana uchinchi ish va keyin to'rtinchi ish bo'la qolsin. 819 ga bo'lamiz. 90 qo'shilgan. Ikkinchi ishni bajaryapmiz. 5 ni 5 ga bo'lsam 1. Ayrilgan 10. 90 ga 1 ni qo'shamiz. 91, 10 ni ayirib qo'ysam, to'g'ri javob 81 edi. 7-misol B ekan, e'tibor beramiz. Navbatdagi 8-misol. Mana shu savol adashmasam o'tgan yil emas, undan oldingi 2 yil atrofida yoki 2 yil yoki 3 yil bo'ldi. Prezident maktabidan imtihonda tushgan. Xuddi shu savol emas, endi xuddi shu ko'rinishdagi savol tushgan, sonlar o'zgartirilgan. Eng haligi nima deydi? Tushishi yuqori bo'lgan, ehtimolligi baland bo'lgan savol mana shu ham. Shu savolni ham yaxshilab ko'rib, yodlab olinglar. Xuddi shunaqa demaymiz, lekin xuddi shunga o'xshash savollar tushib qolish ehtimoli yuqori imtihonda. Jamshid 3030 sonini hosil qilish uchun bir qancha 3 raqamini qo'shdi. E'tibor beramiz, ya'ni 3 dan qo'shib ketyapti. 3030 soni chiqib qolgan. Savol davom etamiz. Agar Jamshid qo'shib chiqqan 3 raqamlari sonidan 2 marta ko'p sondagi miqdorda 2 raqamlarini qo'shib chiqsa, yig'inda nechaga teng bo'ladi? Savol ozgina murakkablik qilib tushunarsizroq bo'lib qolgan bo'lsa, biz hozir mana sizlar bilan osonroq tushunib olamiz. Qarang. 3 dan qo'shib ketyapmiz va qo'shganimizda natija 3030 sonini beryapti. Biz
necha marta 3 raqamini qo'shilganligini bilish uchun nima qilamiz? 3030 ni 3 ga bo'lamiz. Bo'lganimizda 1010 soni hosil bo'ladi. Bu nima degani? Biz 1010 dona 3 raqamini qo'shganmiz. 3 qo'shuv qilib, mana shulardan nechta ekan? 1010 ta ekan. 1010 ta qo'shganimizda 3030 soni hosil bo'lgan. 1010 taligini tushundingiz. Endi 3 raqamlari sonidan, ya'ni 1010 dan 2 marta ko'p sondagi 2 raqamlarni qo'shib chiqsak necha bo'ladi deyapti. Demak, biz 2 marta ko'p degani uchun biz buni 1010 da 2 ga ko'paytirib olamiz. Ko'paytirganimiz necha bo'ladi? 2020 bo'ladi. 2020 ta 2 raqamlarni qo'shib chiqsak, yig'in necha bo'ladi deyapti. Biz 2020 ni nima qilamiz? 2 ga ko'paytiramiz. Natija necha bo'ladi? Shunda 4040 bo'ladi. 4040. To'g'ri javobni yozishimiz shart emas. To'g'ri javob bu yerda D edi. Darsga kech qolib kelganlar diqqatiga, bu darsimiz zaps bo'lyapti. Xudo xolasa YouTube kanalimiz bor. Shu YouTubega tashlab qo'yamiz. Darsni boshqatdan ko'rib chiqishinglar mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Bizda 9-savol. So'roq belgisi o'rnida turishi zarur bo'lgan sonlar yig'indisini toping. E'tibor beramiz. 3 burchak, doira, 3 burchak, doira bo'lib ketma-ketlik berilyapti va mana bu bizdagi so'roq o'rnidagi sonni topishimiz kerak bo'ladi. O'quvchi e'tiborliroq bo'lishi kerak. Mana shunaqa test savollarni ishlayotganda qarang. 13 dan 2 ni ayrsam 11, 11 ga nechini 11 dan 6 ni ayrayman. Xuddi shunaqa qilib ketib qolsa, xato qilib qo'yadi o'quvchi. Kelinglar biz nima deydi, har xil usullardan foydalanib ko'rmaymizda, hozir biz to'g'ri javobni aytamiz. Ishlanish yo'li bilan tushuntiramiz, chunki hali bizda yana shuncha savollar bor. Bilmay qolishimiz mumkin. Qarang. Bu yerdagi sir qanaqa bo'lyapti? Birinchi 3 burchakdagi shakllarga e'tibor qaratamiz. Qarang. 13, 11. Mana bu joy necha dur ham turibdi-da, keyin 7, keyin 5 bo'lib ketyapti. Demak, biz sezishimiz mumkinki, bu yerda 3 burchaklar ichidagi har bitta son 2 ga kamayib ketayotganini. Ya'ni 13 dan 2 ni ayirsak 11, 11 dan 2 ni ayirsak mana bu joy, ya'ni biz qidirayotgan sonimiz 9 bo'ladi. 9 dan 2 ni ayirsam 7, 7 dan 2 ni ayirsam 5. Demak, biz bitta so'roq o'rnidagi sonni topdik. Endi doira shakllariga e'tibor qaratamiz. Ya'ni aylana shakldagi sonlarni nima qilamiz? Qarang. 2, 5, 8. Nimani sezdik? Sonlar har bitta aylana ichidagi sonlarga 3 qo'shilib ketayotganini sezdik. 2 ga 3 ni qo'shamiz 5, 5 ga 3 ni qo'shamiz 8, 8 ga 3 ni qo'shganimizda biz qidirayotgan sonimiz 11 ekan. Va so'roq o'rnidagi zarur bo'lgan sonlar yig'indisini, ya'ni yig'inda qo'shib qo'yilyapti ekan. Biz 11 ga 9 ni qo'shib, to'g'ri javobni 20 ekanligini topib olamiz. O'ninchi savolga e'tiboringizni qaratishingiz mumkin. 10-savol. Navbatdagi 10-savol. E'tibor beramiz. Quyidagilardan nechtasi to'g'ri? Demak, biz bu yerda shunchaki ko'rsatilgan, ya'ni aytilgan amallarni bajarish orqali to'g'ri javob chiqqan bo'lsa to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deb nechta to'g'ri chiqqanini sanab qo'ysak kifoya qiladi. Birinchi misol. 22 mingda 20 ga bo'lsa 1100 chiqadi deyapti. Bu to'g'ri. Ya'ni biz hozir qo'shib ayirib ko'rgan vaqtimiz yo'q, to'g'ri chiqadi. Ikkinchi misolga e'tibor qaratamiz.
420 ni 300 ga ko'paytirsak 126 ming deyapti. Bu ham to'g'ri. Uchinchi misol 155 ni 5 ga bo'lsak 21 chiqadi. Mana shu menimcha mana noto'g'riga o'xshayapti. Keldi, mana shuni birgalikda tekshirib qo'yamiz. 155 ni 5 ga bo'lamiz. 15 ichida 5 talidan 3 ta bor. Ko'paytirsangiz 15 0 5 31 chiqadi va bu 21 deyapti. Demak, bu xato. To'rtinchi misol 330 200 ga ko'paytiramiz. Bu ham to'g'ri. Va bizda nechtasi to'g'ri bo'lyapti? 3 tasi to'g'ri bo'lyapti. 66 ming chiqdi. To'g'ri javob B desa. Ya'ni quyidagilardan 3 donasi to'g'ri, bittasi xato ekan. Nechtasi to'g'ri degan bo'lsa 3 tasi, nechtasi xato deganda biz bittasi degan javobni belgilar edik. O'quvchilar shunisiga ham e'tibor beramiz. Savolni 2 marta, 3 marta qayta o'qib, keyin to'g'ri javobni belgilashlarini so'rab qolar edik. Mana oddiy misol, lekin mana shu misolda ham o'quvchilar xato qilyapti. Biz o'qitayotgan o'quvchilarimizda xuddi shu narsa kuzatildi. Nimaga xato qilding, bilmadingmi desak, men qaysi bir noto'g'ri deb o'qiyapman deb bir bittasi degan javob belgilashib olgan. Shuning uchun o'quvchilar iltimos diqqat bilan o'qib, keyin to'g'ri javobni belgilashingizni so'rab qolamiz. Ana endi bizdagi 11 dan 20gacha bo'lgan savollar, ya'ni 3 2 balldan beriladi. Rostlagan imtihonda ham xuddi shunday. Prezident maktabi imtihonlarida 1 dan 10-savolgacha yuqorida aytib o'tdik 2 ga 1 ball, 11 dan 20gacha 3 2 ball va 21 dan boshlab 30-savolgacha 4 3 balldan beriladi va eng murakkabligi uchun, ya'ni eng qiyinlari bo'lgani uchun 4 3 balldan hisoblanadi. 11-savolga e'tibor qaratamiz va kelani bitta Bo'ston School chatga o'tib, ovozimiz qanaqa boryapti? Mana shu onlayn darsimiz, ya'ni darsimiz imtihon deylik, o'sha imtihondagi testimiz tahlili qanaqa chiqyapti? Shu bo'yicha takliflar bo'lsa yozinglar, iltimos. Yaxshi ketyapmizmi hozirlikka? Sizlarga tushunarli bo'lyaptimi? Qanaqadir e'tirozinglar bo'lsa, taklifinglar bo'lsa yozsanglar, shunga qarab davom etar edik. Xudo xolasa ingliz tilidan ham hamma testlarimizni to'plab tahlil qilib beramiz. 3-sinflar uchun, 2-sinflar uchun o'sha bergan testlarimiz ham albatta tahlilini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu biz alohida shu tahlil uchun ajratayotgan vaqtimiz ham sizlar xudo xolasa foydali bo'ladi deb o'ylab, alohida vaqt ajratib sizlar uchun shunaqa onlayn darslar, onlayn dars tahlillari, shunaqa imtihonchalar uyushtirishni reja qilganmiz. Xudo xolasa sizlarni kanalimizda zeriktirib qo'ymaymiz. Ovoz yaxshi, tushunarli bo'lyapti deb yozishibdi. Rahmat. Bugun emas, ingliz tilidan yoki 3-sinflar, 2-sinflar uchun tahlillarimiz boshqa kun bo'ladi. Uni kanalda albatta e'lon qilamiz. Xo'p, davom etamiz. Bo'lmasam 11-savol. Hammaga tushunarli bo'lyapti ekan, rahmat. 11-savol. Hamma o'quvchilarimiz ustunlik qilib ayirish va qo'shishlar, ko'paytirish bo'lishlarini yod qilib olishgan, lekin mana bunaqa noma'lum son yoki harflar orqasidagi sonni topishga birozgina qiynalishadi. Kelinglar, hozir shuni birgalikda topamiz. E'tibor bering. 6 dan qanaqangidir sonni ayirganimizda 7 chiqyapti. Necha bo'lishi mumkin? Masalan, 6 dan 1 ni ayirsam 5 bo'lardi. 5 emas, demak bu kattaroq son deymizda. Mana bu son, masalan, keling 8 qo'yib ko'ramiz. 8 bo'lganda nima bo'lardi? Qo'shnisidan qarz olganimizda 16 bo'lib, 16 dan 8 ayirganimiz 8 bo'ladi. Demak, biz hozir noto'g'ri qo'ydik, to'g'rimi? 9 qo'yamiz. 16 dan 9 ayirganimiz 7. Demak, biz qidirayotgan son 9. Mana bu joyda bir qarz berganimiz hisobiga 8 qoldi.
8dan 9ni ayirib bo'lmaydi. Shuning uchun biz qo'shnisidan qarz oldik. 18dan 9ni ayirganimizda necha qoladi mayli? Uzilmaydi, 6 qoldi. 16dan 9ni ayiryapmiz ekan. 16dan 9ni ayirganimizda mana bu joyda necha qoladi? 7 qoladi. To'g'rimi? Qo'shnisiga berdik, 7 qoldi. 7dan 1ni ayirib olsak 6 qoldi. 16dan 9ni ayirganimiz 7 qoldi. Demak, biz ko'rib turganimizdek A bu yerda 9 va B bu yerda 7 bo'lyapti. Endi to'g'ri javob topgandan keyin erinmasdan o'quvchilar, sizlar uchun bu tavsiya, albatta mana topgan soningizni o'rniga qo'yib, misolni qaytadan ishlab ko'ring. 499. Biz topgan son 9 bo'lgan. Shunda 3377 chiqish kerak. Qarang. 16 dan 9 ayiramiz. 7. Mana bu joyda 6 qoldi. 16 dan 9 ayirsam yana 7. Mana bu joyda 7 qoldi. 7 dan 4 ayirsam 3. Mana bu 3 o'zi tushadi. Shunda rostdan ham 3377 hosil bo'lyapti. Demak biz to'g'ri topganmiz va bu yerda A plus B deyapti ekan. Demak biz 9 7 ni qo'shsak, to'g'ri javob 16 bo'lyapti. Albatta topganingizdan keyin mana bu menga o'xshab o'rniga qo'yib, qaytadan ishlab, javobingizga amin bo'lganingizdan keyin mana shu amallarni bajarib, to'g'ri javob topishingiz kerak bo'ladi. Shoshilmanglar hech qachon o'quvchilar, iltimos. 12-misol. Sonli daraja ekan. 13 ning 3-chi, ya'ni 13 kubi ayrilgan 27 ni 31 ga ko'paytmasi degan savol ekan. Xuddi shuni hozir birga ishlaymiz. o'n uchning 3-chi darajasini topish uchun biz nima qilamiz? 13 dan 3 marta yozamiz. 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3-chi, ya'ni 13 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Ustun qilib ko'paytirasiz. Hozir biz to'g'ri javobni shunchaki aytamiz. 13 ga ko'paytirsangiz 169 bo'ladi. 169 ni yana yozib qo'yaylik. 169 bo'ladi va 169 ni yana 13 ga ko'paytirsangiz 2197 bo'ladi. 2197. 27 ni 31 ga ko'paytirib olasiz. Ikkinchi ish bizda ko'paytirish bo'lsin. Ko'paytirganimizda 837 chiqadi. Va ana endi biz shunchaki 2197 dan 837 ni ayirib qo'yamiz. Natija bizda 1360 bo'ladi. To'g'ri javob B edi. Navbatdagi 13-savolga e'tiboringizni qaratishingiz so'raladi. Bankomatlarda pul yechish uchun kartamizning PIN kodini kiritishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz 4 xonali son kiritishimiz kerak bo'lar ekan. Masalan, men PIN kod uchun tug'ilgan sana va oydan foydalanaman. Masalan, 12 tug'ilgan kuni may bo'lsa, 12 may bo'lsa 12:05 bo'ladi. Ya'ni bu 12:05 degan nima degani? O'quvchilar e'tibor beramiz. 12:05 nima degani? 12 may deyapti ekan, bu 12 sana degani, 05 degani 5-oy degani. 5-oy. Masalan, 1-oy yanvar, 2-oy fevral. Xuddi shu tariqa 5-oy may bo'lgani uchun 12:05 qo'yilyapti. Shunda quyidagilardan qaysi biri mening PIN kodim bo'lishi mumkin deyapti. Ya'ni biz A, B, C, D javoblarga e'tibor beramiz va to'g'ri javobni qaysi biri tug'ilgan kun bo'lishi mumkin. U tug'ilgan sanasini biz bilmaymiz, lekin biz A, B, C, D javoblarda tug'ilgan kun bo'lishi, ya'ni bo'la olmaydigan sonlar mavjud. Shuni topamiz. Qarang, masalan, 32:21 deyapti. Bizda sana necha? Eng maksimal, eng yuqori sana 31 bo'lishi mumkin va eng yuqori oy 12 bo'lishi mumkin. Shu 31-dekabr degan. Qarang, sana 32 deyapti, bo'lishi mumkin emas. 21-oy bo'lmaydi. A javobni chiqarib tashlaymiz. 17-sana bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin, lekin 60-oy bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun biz yoki 60-sana bo'lishi ham mumkin emas. Shuning uchun biz buni chiqarib tashlaymiz. Endi C javobga qarang. 11:41. 11-sana bo'lishi mumkin, lekin 41-oy bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun biz C javobni ham chiqarib tashlaymiz. D javobga qarang. 12-sana bo'lishi mumkinmi? Mumkin. 10-oy bo'lishi mumkinmi? Bu 10-oktyabr, ya'ni 10-oy oktyabr degani 12-oktyabr degan sana keltirilyapti. Shu bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqa sana bo'lishi mumkin, 12 bo'lishi mumkinligi uchun to'g'ri javob bu yerda o'z-o'zidan D. A, B, C javoblarimiz bo'lishi mumkin emas. To'g'ri javob bu yerda D edi.
14-misol. Bunaqa misollarimiz ham ko'p tushadi. Iltimos, e'tibor bilan o'rganib tomosha qilib turinglar. Bu yerda qanaqa qonuniyat ketyapti. Ya'ni nimani hisobiga 9, nimani hisobiga 1 chiqyapti. Shuni topib olsangiz, so'rovnodagi sonni ham osonlikcha topishingiz mumkin. E'tibor bering. Ozgina e'tibor bilan yondashilsa, har bitta savolga bemalol savol yechimini topishingiz mumkin bo'ladi. Qarang. Birinchi mana bu o'rtadagi shaklga, rasmga e'tibor bersangiz, chiziqlar tutashganda bitta joydan tutashib o'tyapti. Shuning uchun 1 bo'lyapti. Endi mana bu joyda qarang, bitta tutashyapti. Endi bir-biri bilan kesishyapti desak ham bo'ladi. Ikkinchi marta kesishyapti, uchinchi marta, xuddi shunaqalarda mana bu joylarda ham kesishyapti-da va kesishmalar soni 9 ta bo'lyapti. Shuning uchun bu 9. Mana bu joydan sanab qo'yamiz, qarang. 1 marta kesishyapti, 2 marta, 3 marta va 4 marta. Demak, biz to'g'ri javob 4 ekanligini bilib oldik. To'g'ri javob B. Ana endi 15-savol. Sanjar 8 kunlik sayohati davomida 6 non yedi. Agar u 12 kun sayohat qilish uchun, ana xuddi shunaqa nondan o'zi bilan nechta olish kerak deyapti. Ya'ni biz 8 kunda 6 non yegan bo'lsa, endi 12 kun uchun unga nechta non kerak bo'ladi? Shuni topishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilamiz? Kelinglar, men savolni sal-pal osonlashtiraylik-da, qarang. Sanjar 8 kun sayohati davomida 6 ta emas, 8 ta non yedi. Qarab turing. Savol osonlashtiramiz. 8 kun sayohat davomida 8 ta non yegan bo'lsa, kuniga nechtadan yegan bo'ladi desam, hamma o'quvchi bittadan deydi. Chunki buni qanday bilyapsiz desam, 8 8 ga bo'ldi-da. 8 ni 8 ga bo'lgani hisobiga 1 chiqqan. Ya'ni biz savolni hozir sizni osonroq tushunishingiz uchun shunaqa qilib tushuntirmoqchiman. Ya'ni bir kunda bittadan non yegani uchun 8 kun ichida 8 ta non yegan. Endi bir kunda bittadan non yetgan bo'lsa, 12 kunda 12 ta non yer edi. Agar mana bu joy 8 bo'lganda. Hozir bizda necha ekan? 6 ekan. Qanday qilib hisoblaymiz, qarang. Biz bu yerda yuqoridagi aytib o'tganimizdek, xuddi shu ishni qilamiz. Ya'ni 6 ta nonni 8 kunda yeyapti. Endi 12 kun uchun nechta yedi desa, biz shuni shunday ko'paytirib qo'ysak, to'g'ri javob bizda chiqib qolardi. Ya'ni 6 ni 8 ga bo'lib, uni 12 ga ko'paytirganimizda biz haqiqiy javobni topib olamiz. To'g'ri javob shunda 9 bo'ladi. Endi bu yerda kasrni tushunmasligi mumkin bo'ladi yoki proporsiya qilsak ham bo'ladi bu yerda. Ya'ni 8 kun uchun 6 non yesa, 12 kun uchun nechta non yeydi? Mana shu joyda ham biz x ni topishligimiz uchun 12 ni 6 ga ko'paytiramiz. 12 ni 6 ga ko'paytirib 8 ga bo'lamiz. Ya'ni 72 ni 8 ga bo'lganimizda 12 ni 6 ga ko'paytirsangiz 72 bo'ladi va uni 8 ga bo'lsangiz 9 bo'ladi. Xohlasangiz proporsiya qilib ishlang, xohlasangiz mana bu yuqorida tushuntirganimdek 6 ni 8 ga bo'lsangiz 0.75, 0.75 ni 12 ga ko'paytirsangiz ham 9 chiqadi. Ya'ni har ikkalasida ham to'g'ri javob bo'laveradi. Ana endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz navbatdagi 16-savolga o'tishimiz mumkin. misol. Xo'jalikda 4 tonna 764 kilogramm sabzi yig'ib olindi. Ulardan 9 sentneri do'konga yuborildi. Sentner bu qanaqa o'lchov birligi desangiz, bu og'irlik o'lchov birligi. 1 sentnerimiz necha kilo edi? 1 sentnerimiz 100 kilogramm. 100 kilo. Yozmay qo'ya oldik. 100 kilogramm. Endi 9 sentnerimiz bo'lsa 900 kilogramm bo'ladi. Endi do'konga yuborildi. Qolgan sabzilarni 92 ta qutiga teng taqsimlab joylashtirildi. Har bir qutiga necha kilogrammdan sabzi solingan? E'tibor bering, 4 tonnamiz. Tonnamiz og'irlikda 1 tonnamiz 1000 kilogramm bo'lsa, bu 4000. 1 tonnamiz bilasiz 1000 kilogramm degan. Demak, biz 4 da 1000 ko'paytirsak 4000, 4764 kilogramm
sabzi bor ekan. 4764 kilogramm sabzi yig'ib olingan va ulardan 9 sentner, ya'ni 900 kilosi do'konga yuborildi. Biz 4764 dan nechini aylaymiz? 900 dan ayiramiz. 4764 ayrilgan 900. Ayirganimizda 3864 kilogramm sabzi qoladi bizda. Va uni 92 ta qutiga teng taqsimlab joylashtirilgan uchun biz nima qilamiz? 3864 sonni 92 ga bo'lamiz. Teng taqsimlandi degan uchun 92 ga bo'lib yuborsak 42. Ya'ni har bitta qutiga 42 kilogrammdan sabzi joylashtirilganligini bilib olamiz. To'g'ri javob bu yerda A edi. Navbatdagi savolga ham o'tsak bo'ladi. 17-misol. Sonlar ketma-ketligidan keyingi 3 ta sonni toping deyapti. Kelinglar hozir sizlar bilan mana shu savolni boshqacharoq ishlaymiz. Hozir Bo'stonskul chatiga yozyapsizlar. O'sha joyga yozinglar, qanaqa bu yerda ketma-ketlik ichida qanaqa sir yashiringan. Shuni to'g'ri javobini bilamiz, to'g'ri javob kalitini aytganmiz sizlarga, lekin qanaqa sir yashiringan, ya'ni qanaqa qonuniyat asosida bu sonlar o'sib ketyapti. Ana shu qonuniyatni menga aytinglar, keyin to'g'ri javobni tahlil qilib beraman. Javobinglarni chatga yozinglar. ikki yuz o'ttiz bir, 236, 245 bo'lib sonli ketma-ketlik o'sib borayotganini ko'rishimiz mumkin, lekin nima evaziga, ya'ni qanaqa qonuniyat evaziga mana shu sonli ketma-ketlik o'sib boryapti. Shuni topishingiz kerak bo'ladi. Mana shu qonuniyatni menga tushuntirib bera oladigan bormi? Surayyo Omonboyeva hozir Bo'stonskul chatimizga yozyapti. Yaxshi. Bormi yozadiganlar? Rahmat, yozishyapti. To'ppa-to'g'ri yozyapsizlar. Rahmat hammanglarga, qo'shiluvchiga to'rdan qo'shilyapti. Rahmat. Xo'p, xullas har bitta songa, ya'ni birinchi e'tibor bersangiz mana 5 qo'shilyapti va mana shu qo'shilayotgan sonimiz o'zi 4 ga ko'payib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 231 ga 5 qo'shsangiz 236, endi mana shu 5 ga 4 qo'shamiz. 4 qo'shganimizda 9 bo'ladi. Endi 236 ga 9 ni qo'shsangiz 245. Ya'ni buni qanaqa qilib aniqlaymiz desangiz, har bitta masalan ixtiyoriy sondan oldingi sonni ayirib ko'rasiz, undan keyingi sondan ham keyingisini ayirib ko'rasiz. Xuddi shu tariqa biz qonuniyatni aniqlab olamiz. Masalan, 236 dan 231 ni ayirganimizda 5, 245 dan 236 ni ayirganimiz 9. Demak, o'rtasida 4 farq bo'lyapti. Undan keyingisi 13 ligini sezishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xuddi shunaqa qilib, e'tiborni kuchaytirgan holatda biz to'g'ri javobni topishimiz kerak bo'ladi. 13 ga 4 ni qo'shsangiz 17. Ya'ni 258 ga 17 ni qo'shganimizda 275 chiqadi. Endi 275 ga nechini qo'shsam mana bu joydagi son chiqishi kerak. Demak, 275 ga biz 17 ga 4 ni qo'shsak 21 bo'ladi va 275 ga 21 ni qo'shib, birinchi, ya'ni biz qidirayotgan sonlardan birinchisi 296 ekanligini bilib olamiz. 296 bo'ldi. Endi 296 ga nechinidir qo'shsam mana bu joydagi, ya'ni o'rtadagi son bizga kelib chiqadi. U son necha? 21 ga 4 qo'shsam 25 bo'ladi va 296 ga 25 ni qo'shsam o'rtadagi son kelib chiqadi. 321. Endi 321 ga yana 25 ga 4 qo'shish orqali biz oxirgi sonni aniqlaymiz. 321 ga 29 ni qo'shganimizda 350 bo'ladi. Va biz qidirayotgan sonlar allaqachon topib bo'lindi. 296, 321 va 352. To'g'ri javob bu yerda D javobi edi. Bunaqa sonli ketma-ketlik misollari ham juda ham ko'p tushadi. Shuning uchun e'tibor bilan yaxshilab o'rganib oling. 18-misol.
Ifodaning oxirgi raqamini toping degan savol berilyapti ekan. Buni hozir birgalikda yechimini ko'rib chiqamiz. E'tibor beramiz. Ozgina hozir sizlar uchun dars o'tamiz. Ya'ni mana shu misolni tushunishimiz uchun qisqagina dars o'tib beraman hozir mana bu joyga. Qarang. Bizda sonni asosi 7 ekan. E'tibor bering. 7 ning birinchi darajasi nechi bo'ladi? 7 ning birinchisi 7, to'g'rimi? 7 ning ikkinchisi nechi bo'ladi? 7 ning ikkinchi darajasi 49, ya'ni 9 bilan tugayapti. 7 ning uchinchi darajasi nechi bilan tugaydi? 7 ning uchinchisi 343 yoki mana bu joyda 7 ni ko'paytirib qo'ysa, 7 ni 9 ga ko'paytirsangiz 63. 3 bilan tugayapti. 7 ning to'rtinchisi 3 kare 7 21, 1 bilan tugaydi. 7 ning beshinchisi 1 deb ko'paytirsangiz 7 yetadi mana shu joy. Qarang. 7 ning darajalari har 4 tada bir qaytarilayotganini sezish kerak. Qarang, masalan, birinchi sonni 7 ekanligini ko'rdik. Endi mana shu 7 qachon qaytarilyapti? 1, 2, 3, 4. E'tibor bersangiz, 4-sonimiz yana 7 bo'lib qaytarilyapti. Masalan, 7 ning 6-chisini nechi bo'ladi desangiz, mana 7 ni 7 ga ko'paytirsangiz 49 bo'ladi va mana bu 9imiz yana qaytarilyapti. 7 9 3 1, 7 9 3 1 bo'lib qaytarilyapti. Demak, biz mana shu sonlar qaytarilayotgan, ya'ni sonning darajasidagi sonlarimiz qaytarilayotganligidan har 4 tada bir qaytarilayotganligi evaziga biz nima qilamiz? Bizga berilgan ana bu misolni ham hozir darajasini biz 4 ga bo'lib olishimiz kerak bo'lar ekan. Qarang. 7 ning 159 darajasi deb berilyapti. Demak, biz 159 ni 4 ga bo'lamiz. Nima uchun 4 ga bo'layotganini yuqorida aytib o'tdim. 159 4 ga bo'lganimiz necha qoldiq qoladi? Albatta 3 qoldiq qoladi. Bizga qoldig'i qiziq. Ya'ni mana bu joy 56 bo'lganda 4 ga bo'linar edi. 3 oshib qolyapti, 3 qoldi deb yozdik. Ana endi 7 ning 159 darajasi emas, bizga 3-darajasi qiziq bo'ladi. Mana shu qoldiqni 159 ning o'rniga yozib qo'yasiz. 7 ning 3-si necha bo'ladi? Yuqorida aytib o'tdik, 343 bo'ladi. Va bizda 343 emas, oxirgi raqami necha deyapti? 3 bilan tugayapti. To'g'ri javob C. Navbatdagi savol. 18-misol A debdi, 18-misol A emas. 18C bo'lyapti. 19-misolga e'tibor beramiz. Dastlabki 50 ta natural sonlar ichida tub sonlar nechta? Tub son nimaga aytiladi, bilamizmi bolalar? Tub son deb bo'luvchilar ikkita bo'lgan songa aytiladi. Ya'ni ikkita songa bo'linsa, ana shu tub son deyiladi. Bilamizmi? Masalan, tub son necha? Masalan, 23. 23 soni faqat biriga va o'ziga bo'linadi. Boshqa songa bo'linmaydi. Mana shu, ya'ni bo'luvchilar ikkita bo'lgan sonlarni biz tub son deb ataymiz. Bilmasanglar daftar 3ga bor o'zingizlarda, shunga yozib eslatma qilib olinglar o'zingizlarga. Endi dastlabki 50 ta natural sonlar ichida tub sonlar nechtaligini kelinglar birgalikda sanaymiz. Eng kichkina tub son 2. 2 ham o'ziga ham biriga bo'linadi. Bir soni tub son emas, sizdan chiqarmang. 2 dan boshlanadi. 2 tub son. Undan keyingisi necha bo'ladi? Undan keyingisi 3 bo'ladi. Tub sonlar ketma-ketligini birgalikda yozib ketamiz. Undan keyingisi 5 bo'ladi. Men yozayotgan sonlarni har bittasi o'zi bilan 1 ga bo'linadi, boshqa songa bo'linmaydi. Masalan, 5 1 ga bo'linadi, o'ziga bo'linadi, 5 ga bo'linadi, boshqa songa bo'linmaydi. Shuning uchun 5 ni ham yozamiz. Keyingisi 7 bo'ladi. Keyingisi 9 bo'ladimi? Nima deb o'ylaysizlar bolalar? 9 bo'ladimi? Yozinglar nimaga chatga. 9 tub son desak bo'ladimi 9 ni? To'qqizni tub son deya olmaymiz. Yo'q deb yozishyapti. 9 tub son bo'lmaydi. Chunki qarang, 9 1 ga bo'linadi, 9 3 ga bo'linadi va 9 o'ziga ham bo'linadi. 3 ta songa bo'lingani uchun biz 9 ni mana shu ketma-ketlikka yozishimiz mumkin emas. 7 dan keyingisi 11 bo'ladi. Keyingisi 13 bo'ladi. Keyingisi necha bo'ladi?
Chatga yozamiz. Keyingisi necha bo'ladi? 13 dan keyingisi 17 bo'ladi. Malades. Surayyo Omonboyeva yozyapti. 17 bo'ladi. Keyingisi 19. Keyingisi 23. Keyingisi 29 bo'ladi. Keyingisi yuqori yozamiz. 31 bo'ladi. 37 bo'ladi. 41 va 47 bo'ladi. Ana endi mana shu yozgan sonlarimizni sanab qo'yamiz. Nechta degan uchun sanab qo'yamiz va to'g'ri javobni aniqlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bitta son qolib ketib qolyapti ekan. Qayerdan? 17 19 23 29 bitta son qolib ketyapti. Son necha? Topinglar bolalar. Malades Eldorbek To'raqulov topyapti. 43 soni atay qoldirib ketgan edik va shu bilan mana endi 50 ta son 50 dastlabki 50 ta son ichida 15 ta tub son borligini aniqlab oldik. To'g'ri javob 15 ta edi. Mana shuni yodlab olinglar bolalar. Agar dastlabki 50 ta son ichida nechta tub son bor desa 15 ta deb belgilashingiz, mana bunaqa yozib o'tirmasdan belgilab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Dastlabki 100 ta desa, biz yana davom etishimiz kerak edi. 47 dan keyingisi necha 53, 59 qilib davom etganimizda 1 dan 100 gacha 30 ta tub son borligini 30 ta emas 25 ta bo'ladi. Endi siz 15 ta 2 ko'paytirib 30 deb qo'ymang deb shunaqa demoqchi edik. Xullas 1 dan 100 gacha 25 ta tub son bo'ladi. 20-misolga e'tibor qaratamiz. 1 dan 100 gacha sonlar ichida 7 raqami ishtirok etgan nechta ikki xonali sonlar mavjud? Ya'ni ikki xonali sonlarda biz hozir 7 raqam ishtirok etgan hammasini yozib sanab chiqishimiz kerak bo'ladi. Ikki xonali sonlar deganda ko'pchilik 7 ni ham qo'shib oladi. E'tibor bering, ikki xonali son deyapti. Biz 17 dan boshlaymiz, to'g'rimi? Hop. Mana shu joyga hozir birgalikda yozib ketamiz. 17 birinchisi, biz qidirayotgan sonlarning birinchisi 17, keyingisi 27, 37, 47, 57 va 67 bo'lsin. 70 li sonlarga o'tmay turamiz. Keyingisi 87 va 97 bo'lsin. Ana endi 70 li ikki xonali sonlarimiz 7 raqam qatnashayotgan sonlarni yozib chiqamiz. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 va 79 sonlari edi. Ana endi nechta bo'lyapti? Sanab chiqamiz birgalikda va to'g'ri javobni topib qo'yamiz. Qani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ta yuqorida ko'rdik. Endi mana bu joyda nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Va jami nechta bo'lyapti? 18 ta bo'lyapti. To'g'ri javob C bo'lyapti. Ko'p o'quvchilar e'tibor bersangiz, mana bu 77 ni 2 ta sanab oladi. Ya'ni 2 ta 7 bor bu yerda turib 2 ta sanab oladi. E'tibor beramiz. Sonlar deyapti. Ya'ni sonlar degan uchun 77 ni bittaga sanab o'tib ketamiz. 19 ta bo'lmaydi. Ko'pchilik mana shu joyda 77 ni 2 ta sanab, mana buni 11 deydi, 11 ga 8 ni qo'shib 19 deb oladi. Bizda son degani uchun biz 10 ta degan javobga 18 tani qo'shib 18 ta degan javobga to'xtalamiz. Ana endi 21-savoldan 30-savolga e'tibor qaratishingiz mumkin bo'ladi. Kella mana shu yana oxirgi 10 talikni boshlashdan oldin chatga yana yozinglar, iltimos. Ovozim qanaqa boryapti? Darsimiz sizlarga tushunarli bo'lyaptimi? Shunga aniqlik kiritib olsak, yana davom etar edik.
Hammaga rahmat. Ovozingiz yaxshi kelyapti deb yozibsizlar. Demak, davom etsak bo'ladi. 21-savolga e'tibor qaratamiz. Qarang, o'zi haqiqiy maktab savollarida matematikaga tanqidiy fikrlash savollari qo'shilmaydi. Biz lekin 16-noyabr sanasi o'tkazgan imtihonimizda o'quvchilarni tanqidiy fikrlashligi salohiyatini ham aniqlashimizga to'g'ri kelib qolgani uchun savollarga tanqidiy fikrlashdan savollar ham qo'shib chiqqanmiz. Hozir tanqidiy fikrlash bo'yicha ham bitta tahlil qilib tushuntirib bera olamiz, lekin o'zi asli 21-savoldan 30-savolgacha matematikadan savollar bo'lishi kerak edi va ana shu savollarga murakkablik jihatidan qiyinroq bo'lgani uchun biz 4 balldan deb yozib qo'yganmiz. Bu ham hozir 21-savoldan 30-savolgacha qiyinligi murakkabroq bo'lgani uchun 4 balldan hisoblab ball berganmiz. 21-savolga e'tibor beramiz. O'zbek xalqida ajoyib nasihat bor. Kim ota-onasini qanday hurmat qilsa, kelajakda farzandlari uni ham xuddi shunday hurmat qiladi degan bizda bayonot keltirilyapti. Mana shu bayonot e'tibor beramiz. Mana shuni hozir imtihonda 2-3 martalab o'qib yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi o'quvchilar. E'tibor bering va qaysi fikr yuqoridagi jumla bilan bir xil xulosaga ega degan, ya'ni biz xulosalar ichidan yuqoridagi bayonot bilan bir xil xulosaga ega javobni topib qo'yamiz. Qarang. Ya'ni o'xshash tamoyil degan mavzu bor tanqidiy fikrlashda. Ana shu mavzuga ham juda ham yaqin, ya'ni yoki o'xshash xulosalarni topish degan mavzular bor. Ana shu savolga o'xshash mavzu ekan. Ya'ni kim nimani eksa, kelajakda xuddi shuni o'radi degandek xulosaga yaqin javobni olishimiz kerak bo'ladi. A javobga qarang. Ertaga ishga kech qolmasligim uchun hozir uxlaganim ma'qul deyapti. Bu nima deydi? O'zimizga bog'liq bo'lganligi uchun, ya'ni bu yuqoridagi xulosa bilan bir xil xulosani bermagani uchun biz buni hozirchalikka to'g'ri javoblar safidan chiqarib tashlaymiz. B javobga e'tibor beramiz. Odamlar men haqimda yomon fikrga bormasliklari uchun men ular haqida doimo yaxshi fikrda bo'laman. Mana shu javob hozirchalikka to'g'ri javoblar ro'yxatida qolishi kerak. Chunki qarang, mana bu joyda bizga berilgan bayonotga e'tibor qaratamiz. Ota-onasini kim qanday hurmat qilsa, kelajakda uning farzandlari ham o'zini xuddi shunaqa hurmat qiladi deyapti. Ya'ni bu joyda A javob haqiqiy ertangi ish uchun mana bu joyda hozir uxlashim kerak degan bizda xulosa keltirilyapti. Lekin mana bu B javob yuqoridagi bayonot bilan bir xil tushayotganligi uchun B javobni qoldirib turamiz. C javobga e'tibor beramiz. Men sport to'garagiga a'zo bo'ldim, sababi sog'lom bo'lishni istayman deyapti. Bu ham yuqoridagi bayonotga unchalik tushmayapti. Ya'ni bu ham o'zini xulosani, ya'ni o'zi amalga oshiryapti. Ya'ni o'zini harakati bilan amalga oshiryapti. D javobga e'tibor beramiz. Ingliz tilida yaxshi gapira olish uchun inglizcha kinolar ko'proq ko'rmoqdaman deyapti. Bu ham xuddi shunaqa natijaga erishish uchun o'zi tomonidan harakatlar amalga oshirilyapti. Bu ham to'g'ri javob bo'la olmaydi. To'g'ri javob bu yerda B edi. Ya'ni yuqoridagi bayonot bilan bir xil xulosaga kela oladigan javob B javob bo'lyapti. Shuning uchun to'g'ri javob bu yerda B varianti bo'ladi. 22-misolga e'tibor beramiz. Nobel mukofoti laureatlari orasida birorta O'rta Osiyo davlati vakili yo'q deyapti. Ya'ni laureatlari nima degan desangiz, Nobel mukofotini olgan insonlar degan. Ya'ni Nobel mukofoti bilan mukofotlangan odamlar ichida birorta ham O'rta Osiyo davlati vakili odamlari yo'q degan bizda bayonot keltirilyapti. E'tibor bering. Mana shu gapga e'tibor bering. Endi bizda ikkita xulosa berilyapti. Xulosalardan qaysi biri to'g'ri ekanligini birgalikda topamiz. Birinchi xulosaga e'tibor bering. O'rta Osiyoda Nobel mukofotini olishga loyiq ish qilinmagan deyapti. Ikkinchi xulosa, Nobel mukofoti ta'sischilari O'rta Osiyoni yomon ko'radi. Qarang, ikkinchi xulosamiz xatoligini biz bizga berilgan bayonotga e'tibor beramiz. Bizga berilgan bayonotda O'rta Osiyoni yomon ko'rishligi haqida umuman bizda ma'lumot ham yo'q va unaqa xulosaga o'zimizdan o'zimiz kela olmaymiz. Shuning uchun to'g'ri javob berib birinchi xulosa bo'ladi. Ya'ni birinchi xulosa to'g'ri, ya'ni O'rta Osiyoda Nobel mukofotini olishga loyiq ish qilinmaganligi uchun O'rta Osiyo davlatida bunaqa Nobel mukofoti bilan mukofotlangan vakillar yo'q bo'lyapti. Shuning uchun bizda birinchi xulosa to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javob berdi A bo'ladi. 23-misol.
Siz Buyuk Britaniya fuqarosining ismida ser so'zini uchratsangiz, bilingki, u qirolicha tomonidan buyuk xizmatlari uchun Buckingem saroyida munosib taqdirlangan bo'ladi, deyapti. Yana qaytadan mana shu gapni, ya'ni bayonotni tushunib olishingiz uchun vaqt beramiz. Yaxshilab o'qib oling mana shu bayonotni. Ya'ni bu yerda aytyaptiki, qaysidir Buyuk Britaniya fuqarosini ismida ser so'zini ko'rib qolsangiz, u qirolicha tomonidan, ya'ni qanaqangidir qilgan xizmatlari uchun mana shu Buckingem degan saroyda taqdirlangan, munosib taqdirlangan bo'ladi, deyapti. Ana endi bitta odamni uchratdik, ismi Ser Alex Ferguson ekan. U odam haqidagi bizga 3 ta xulosa keltirilgan. Ana shu xulosalardan qaysi biri to'g'ri ekanligini aniqlashimiz kerak ekan mana shu mashqda. Birinchi xulosaga, ya'ni birinchi mana bu gapga qarang. Buckingem saroyida albatta bo'lgan, deyapti. Ya'ni Ser Alex Ferguson Buckingem saroyida albatta bo'lgan, deyapti. Qarang. Bu odamning ismida, ya'ni ismini ichida biz ser so'zini ko'rdik, to'g'rimi? Demak, bu odam ser so'zi, ya'ni qo'shilganligi uchun bu odam qirolicha bilan ko'rishgan ham, buyuk xizmatlari uchun Buckingem saroyida taqdirlangan bo'ladi, deyapti. Demak, biz bu odamni Buckingem saroyida albatta bo'lgan degan gapni biz to'g'ri deb olamiz. Ikkinchi gap, u qirolicha bilan ko'rishgan, deyapti. Bu ham albatta to'g'ri, chunki qirolicha tomonidan taqdirlanadi. Ya'ni qirolichani o'zi taqdirlaydi. Shuning uchun u qirolicha bilan ko'rishgan. Bu ham to'g'ri. Uchinchi gap, Alex Ferguson Buyuk Britaniya fuqarosi, deyapti. Yuqorida aytib o'tdik. Demak, Buyuk Britaniya fuqarosining ismida ser so'zini ko'rib qolsak deganmiz. Demak, bu odam aniq Buyuk Britaniya fuqarosi bo'ladi. Va bizda uchala gap ham to'g'ri bo'lgani uchun to'g'ri javob bu yerda D javobi bo'ladi. 23-misol D edi. Ana endi 24-savolga ham o'tsak bo'ladi. 24-misol. Maktabning 9-sinf o'quvchilari orasida o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, ularning juda ham ko'p qismi maktab kutubxonasida o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitdan norozi ekanligini ma'lum qilishibdi. Demak, maktabdagi kutubxona sharoitini yaxshilash lozim degan bizda bayonot keltirilyapti. Ana endi savol shartiga e'tibor beramiz. Yuqoridagi matnda muallif xulosa chiqarishda qanday xatolikka yo'l qo'ygan? Bizda xulosa qanday? Siz mana bu demak degan so'zdan keyin xulosa boshlanyapti. Qarang. Maktabdagi kutubxona sharoitini yaxshilash kerak. Mana shu bizda xulosa bo'lyapti va mana shu xulosaga kelishda qanday xatolikka yo'l qo'yapmiz? Shuni topishimiz kerak. Ya'ni 9-sinf o'quvchilari so'rovnomaga ko'ra maktabdagi kutubxonani yaxshilash kerak deb sharoitdan norozi bo'lyapti. Endi biz xulosaga kelyapmizki, maktab kutubxonasini yaxshilash kerak degan xulosaga kelyapmiz. Endi mana shu xulosaga kelishimizda qanaqa xatolikka yo'l qo'yapmiz? Bitta variantlarni o'qiyman. Ajob, maktab kutubxonasini o'zi borib ko'rmagan. Bu bizda hozircha xato bo'ladi, chunki hozircha bizda to'g'ri javoblar bu bo'lmaydi. Qarab turing. Nimaga bu javob emas, to'g'ri javob emas. Bir javob, maktabdagi o'qituvchilarning fikrini olmagan. Bizda maktabdagi o'quvchilar emas, biz o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma degan uchun biz bir javobni olamiz va to'g'ri javob bu yerda C javob bo'lyapti. Ya'ni maktabdagi qolgan sinf o'quvchilarining fikrini o'rganmagan. Ya'ni maktabda faqat 9-sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra xulosaga kelganmiz va qolgan o'quvchilarda fikri inobatga olinmasdan biz xatolikka yo'l qo'yganmiz. Ya'ni qolgan maktabda boshqa sinf o'quvchilari ham bor. Shuning uchun biz qolgan o'quvchilarning fikrini o'rganib, keyin xulosaga kelishimiz kerak edi va to'g'ri javob bu yerda C javob bo'lyapti. D javob, so'rovnoma yana qayta o'tkazmagan deyapti. Endi qarang. So'rovnomani qayta o'tkazganligi, o'tkazmaganligi bizda ma'lumotda berilmagan. Hatto maktabdagi o'qituvchilarning fikri inobatga, ya'ni biz o'qituvchilarning fikri inobatga olinishligi haqida biz gaplashmayapmiz. Shuning uchun bu javob ham xato. Maktab kutubxonasini o'zi borib ko'rmagan. Bu ham xato. Ya'ni biz o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma haqida gaplashayotganligimiz uchun to'g'ri javob bu yerda C javobi bo'ladi.
Ana endi navbatdagi, ya'ni 25-savolga e'tibor beramiz. Quyidagi savolda 1 va 2 raqamli ikkita xulosa keltirilgan. Undan tashqari bayonot ham berilgan. Siz bayonotdagi hamma narsani haqiqat deb hisoblashingiz kerak. So'ngra ikkita xulosani birgalikda ko'rib chiqing va ulardan qaysi biri bayonotda keltirilgan ma'lumotga oqilona va mantiqan to'g'ri kelishiga qaror qiling, deyapti. Qarang, bizdagi bayonot mana bu joy bo'ladi. Bayonot degani shunchaki bitta gap, bitta matn, qisqa matn. Bozorda sabzavot narxi ko'tarilib bormoqda. Mana shu bayonotdagi hamma narsani haqiqat deb hisoblashingiz kerak. Ya'ni bu hayotda to'g'ri keladimi yo'qmi? Biz hozir bozorda sabzavotlar narxi oshib ketyapti deb xulosaga kelib turamiz. Endi birinchi va ikkinchi xulosani o'qib, qaysi biri mantiqan to'g'ri va mos kelayotganini, yuqoridagi bayonotga mos kelayotganini topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qarang, birinchi gap. Sabzavotlar noyob tovarga aylanib boryapti. Qoladi. Ikkinchi gap, odamlar sabzavot iste'mol qila olmaydi. Ya'ni odamlar sabzavot iste'mol qila olmasa, ya'ni odamlar sabzavotni iste'mol qilmay qo'ysa, bozorda sabzavot narxi oshib ketadimi? Albatta yo'q. Shuning uchun bu ikkinchi xulosa mantiqan yuqoridagi bayonotga mos kelmaydi. Ya'ni sabzavot iste'mol qilinmasa, bozorda o'z-o'zidan uni narxi tushib ketadi. To'g'rimi? Shuning uchun ikkinchi xulosa o'z-o'zidan bizga mos kelmaydi. Endi birinchi xulosaga e'tibor bersangiz, sabzavotlar noyob tovarga aylanib boryapti. Ya'ni noyoblashib, ya'ni kamayib ketyapti desak, shunda narxi ko'tarilib boryapti degan bayonotga mos keladi. Shuning uchun bizda birinchi gap to'g'ri bo'ladi. Ya'ni birinchi xulosa to'g'ri. 25-misol A edi. 26-misolga e'tibor beramiz. Agar ertadan keyingi kun, 4 kun oldingi kun, ya'ni qaytadan o'qiymiz. Agar ertadan keyingi kundan 4 kun oldingi kun chorshanba bo'lsa, unda kechadan avvalgi kun haftaning qaysi kuni bo'ladi, deyapti. Ana endi mana shu savolni hozir birgalikda sizlar bilan ishlaymiz. Hafta kunlarini yozib olamiz. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba bo'ladi. Ana endi keling, siz bilan liboy xohlagan bitta kun tanlab olamiz. Masalan, shanba kuni tanlab olamiz. Qarang. Shanba kuni tanlab olamizda, ana endi misolni ishlashni boshlaymiz. Qarang. Agar ertadan keyingi kundan, qarang, shanbadan ertangi kun yakshanba, undan keyingi kun deyapman. Ertadan keyingi kun, ya'ni shanbadan ertadan keyingi kundan 4 kun oldingi kun chorshanba bo'lsa, qarang, dushanba, 4 kun orqaga qaytamiz endi. Mana shu kundan 4 kun orqaga qaytamiz. 1, 2, 3, 4. Payshanba bo'lib qolyapti. Demak, biz kunni noto'g'ri tanlaganmiz. Endi keling, shuni juma kuni tanlaymiz, qarang. Juma kuni tanlab olamiz. Agar ertadan keyingi kundan, qarang, ertadan keyingi kun, ya'ni yakshanba kundan 4 kun oldingi kun qaysi? Qarang, chorshanba bo'lishi kerak, deyapti. Yakshanbadan boshlab orqaga qaytamiz. 1, 2, 3, 4. Ya'ni 4 kun oldingi kun chorshanba bo'lyapti. Biz tanlab olgan kun qaysi edi? Juma kuni edi. Ya'ni chorshanba bo'lsa, to'g'ri kelyapti. Unda kechadan avvalgi kun haftaning qaysi kuni bo'ladi, deyapti. Biz juma kuni tanlab oldik. Endi kechadan avvalgi kun deyapti, qarang. Kechadan avvalgi kun chorshanba bo'lyapti. To'g'ri javob C edi. Tushunarli bo'lyaptimi? Ana endi 27-savolga e'tibor beramiz. 27-savol. Shu 3 ta, ya'ni 43, 91, 183 sonlarini qaysi eng katta songa bo'lsak, qoldig'i bir xil chiqadi, deyapti. Eng katta son bu yerda 11. 91 ni 11 ga, 43 ni 11 ga, 183 ni 11 ga bo'lsak, qoldig'i necha chiqadi? Ya'ni bir xil chiqadimi yo'qmi? Shuni bilishimiz kerak. Qarang. Masalan, eng kattasi 11, 43 va 91 da hattoki 11 ga bo'lsangiz, qoldiqlari bir xil chiqmaydi. Masalan, 43 ni 11 ga bo'lsangiz, qoldig'i 8, 91 ni 11 ga bo'lsangiz, qoldig'i 3 chiqyapti. Shuning uchun bu to'g'ri javob bo'la olmaydi.
Endi undan keyingi katta sonimiz bizda 9. 43 9 ga bo'lamiz va 91 9 ga bo'lamiz. Qoldiqlari bir xil chiqmaydi. Ya'ni bittasida bir qoldiq qoladi, ikkinchisida bo'lsa 36 bo'lsa 7 qoldiq qolyapti, to'g'ri kelmayapti. Va to'g'ri javob 7 desak, 9 to'g'ri kelmadi. 7 bilan bo'lib ko'radigan bo'lsak, unda ham qoldiqlari bir xil chiqmayapti va kelinglar biz 4 ni tekshirib ko'ramiz. 43 ni 4 ga bo'lamiz. Qarang. 43 ni 4 ga bo'lganimizda 3 qoldiq qolyapti. Ana endi 91 ni 4 ga bo'lamiz. 88 bo'lganda bo'linardi, to'g'rimi? Demak 3 qoldiq qolyapti bunda ham. Ana endi 183 ni ham 4 ga bo'lib ko'ramiz. Agar sonimiz 180 bo'lganda bo'linardi, demak 3 qoldiq bunda ham qolyapti. Va bizdagi aytib o'tilgan shartga 4 ni bo'lganimizda mos kelyapti. Demak to'g'ri javob bu yerda 4 bo'ladi. Ya'ni qoldiqlari bir xil chiqyapti. 28-misolga e'tibor beramiz. Bugun dushanba bo'lsa, 61 kundan keyin qaysi kun bo'ladi deyapti. Bugun dushanba 61 kundan keyin qaysi kun bo'lishligini qarang. Quyidagicha yo'l bilan topamiz. Bizda qaysi hafta bir haftada nechta kun bor desak, dushanba, seshanba qilib sanab chiqadigan bo'lsa, 7 ta bo'ladi, to'g'rimi? Demak, mana bu son imtihonlarda har xil tushadi. Ya'ni 61 tushibdi bunisida, keyingilarda masalan 90, 100 tushadigan bo'lsa, qanday qilib ishlaysiz? 61 sonini hafta kunlarimiz 7 ta bo'lganligi uchun, ya'ni har hafta kunlarimiz 7 ta bir takrorlanadi, 7 kunda bir takrorlanaveradi. Shuning uchun 61 ni 7 ga bo'lib olasiz. 61 ni 7 ga bo'lganingizda necha chiqib, necha qoldiq qoladi? Bizga albatta qoldig'i qiziq. 61 ni ichida 7 ta nechta bor? Masalan 8 ta bor va bizda 3 qoldiq qoladi. 3 qoldiq qolmaydi, 5 qoldiq qoladi. 5 qoldiq qolyapti. Ana endi ana shu qolgan qoldiqni mana bugun dushanba deyapti. Demak biz dushanba kunga 5 dushanbadan keyingi 5 kun sanab qo'yamiz. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba bo'lsa 5 kun sanab qo'yamiz. Bugun dushanba. Ana endi 5 kun suramiz. 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni 5-kunimiz shanba kunga to'g'ri kelyapti. To'g'ri javob bu yerda B javob edi. 28-misol B edi. Ana endi hozirlarga savol beraman, qarang. Xuddi shu tariqa ishlashingiz kerak bo'ladi. Mana bu ishlaganlarimni o'chirmayman, qarang. Agar bugun e'tibor beramiz. Agar bugun chorshanba bo'lsa, siz Bo'ston School chatga yozishingiz kerak bo'ladi to'g'ri javobni. Mana bugun chorshanba bo'lsa, men yangi savol tuzyapman o'quvchilar sizlar uchun. Agar bugun chorshanba bo'lsa, shuni ham o'chiramiz. $74 kundan keyin bugun chorshanba bo'lsa, 74 kundan keyin qaysi kun bo'ladi? Shuni toping. To'g'ri javobni Bo'ston School chatga yozing. Vaqt berdim, ketdi 2 minut vaqt. Rahmat, chatda ham rosa aktiv ko'rsatyapsizlar. Yakshanba, shanba deganlar ham bor ekan. To'g'ri javob bu yerda yakshanba kuni bo'ladi, ya'ni yakshanba bo'ladi. Qanday qilib hisoblaymiz? Qarang. 74 ni yuqorida aytib o'tdik. Hafta kunlari 7 kun bo'lgani uchun 7 ga bo'lasiz. Ya'ni har 7 kunda bir kunlarimiz qayta-qayta qaytarilganligi uchun 7 ga bo'lasiz dedik. 74 ni 7 ga bo'lganingizda
74 ni 7 ga bo'lganingizda qoldiq 4 bo'ladi. 4 qoldiq qoladi. Qoldiq 4 qolganligi uchun biz aytilgan chorshanba kunidan boshlab 4 kun oldiga surib qo'yamiz dedik. Ya'ni mana bu 1, 2, 3, 4 bo'lsa, to'g'ri javob yakshanba kuni bo'ladi. To'g'ri javob yakshanba edi. Xo'p, davom etamiz. Ana endi yana bitta savol berib ko'rmoqchiman. Endi qarang, mana bu tushuntirganlarimizni o'chirib yuboramiz. Endi savolni sal boshqacharoq beramiz. Bugun dushanba bo'lsin. E'tibor beramiz, bugun dushanba bo'lsin. Va 61 kundan keyin emas. Keling, mana shuni 700 kundan keyin deylik. Bugun chorshanba bo'lsa, 700 kundan keyin qaysi kun bo'ladi? Shuni toping. Boston School chatga yozishingizni kutib turaman. Qani yozamiz. Xo'p, davom etsak bo'ladi. To'g'ri javobni chatga yozib qo'yibsizlar. Ko'rdik. Xo'p, to'g'ri javob bu yerda dushanba bo'ladi. Ya'ni dushanba deb yozganlar ko'pchilik ekan, to'g'ri javob dushanba bo'ladi. Qanday qilamiz? Qarang. 700 kundan keyin deyapti. Biz 700 ni 7 ga bo'lamiz. Yuqorida aytib o'tdik, 7 ga bo'lamiz dedik, chunki 7 ta 1 qaytariladi. 700 ni 7 ga bo'lganingizda 100 chiqadi-yu, lekin qoldiq chiqmay qoladi. Esingizdan chiqarmang, agar qoldiq chiqmasa, ya'ni 0 qoldiq qolib, ya'ni qoldiq qolmaganida ana shu kunni o'ziga qaytib kelib qoladi. Ya'ni 700 kundan keyin yana to'g'ri javob dushanba bo'laveradi. Qoldiq chiqmasa, ana shu berilgan kunni o'zi bo'ladi, mana shu berilgan kunni o'zi bo'ladi. Agar qoldiq necha chiqadigan bo'lsa, ana shuncha oldiga surib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bir chiqadigan bo'lsa, dushanbadan keyingi bir kun, keyingi kun seshanba, 10 chiqadigan bo'lsa, masalan deb aytyapman, 10 kun oldiga surib qo'yish kerak bo'ladi. O'zi aslida qoldiq 10 chiqishi mumkin emas. Hozir mana shu misolda qoldiq 10 chiqishi mumkin emas. Men sizlarga tushuntirish uchun aytyapman. Hozir mana shu joyda onlayn darsimizni tugatamiz. Bizda 29 va 30 savollar qolyapti. Bu savollar ham o'zi unaqa qiyin emas. Meni telefonimiz zaryadkasi hozir o'chib qoladi. Telefondan sizlarga dars o'tayotgandim. Keltirilgan mana shu noqulaylik uchun albatta uzr so'rayman. Oxirgi darsimiz yetmay qolmasin, zapsimiz ketmay qolmasin deb shunga shu yerda to'xtatishga majbur bo'lyapman. Endi bugungi darsimiz bo'yicha qanaqa savollar bo'lsa, shuni hozir Boston School chatga yozinglar. Qanaqangidir takliflar bo'lsa yozinglar yoki qanaqangidir gapinglar bo'lsa hozir chatga yozsanglar, kelgan darsimizni mana shu joyda yakunlashimiz kerak bo'lar ekan. Chatga yozishinglar kutamiz, qani. Hop, telefonim o'chib qolmasligi uchun mana bu bugungi o'tilgan darsni albatta biz zaps qilib olishimiz kerak. Shuning uchun hozir telefonimiz o'chishidan oldin darsni tugatishga majbur bo'lyapmiz. Noqulaylik uchun albatta uzr so'rayman. Sizlarda savol bo'lishi mumkin, masalan, bizda 2 va 3 sinflarda test tahlilini qachon qilib berasizlar deb savol berishlari mumkin yoki ingliz tilidan
shunaqa darslar, shunaqa tahlillar bo'lishi mumkinmi deb savol berishinglar mumkin. Xullas, dars tahlillarini kanalimizda tez-tez e'lon qilib turamiz. Albatta kanalimizdan uzoqlashmasdan kuzatib tursanglar, qanaqa dars bo'ladi yoki qanaqa onlayn dars bo'ladi yoki dars tahlili, test tahlillari bo'lsa, albatta kanalga tashlaymiz. Sanasi bilan, soati bilan tashlaymiz. Ana shu paytda qo'shilib olsanglar, albatta o'quvchilarga foydali bo'ladi. Bunaqa darslardan xudo xolasa tez-tez tashkillashtirib turishga biz ham harakat qilamiz. O'quv markazimiz hozirchalikka Andijon shahrida, Marhamatda va Sharxon tumanida bor. Kim agar qaysi filialimizga yaqin bo'lsa, bizga aloqaga chiqsa, boshqa filiallarimizni nomerini beramiz. Qanaqa savollari bo'lsa, biz har doim tayyor bo'lamiz. Bemalol savollar berishinglar mumkin bo'ladi. Demak, bugungi darsimizni hozirchalikka o'z nihoyasiga yetkazib turamiz. Bizda ikkita savol qolib ketib qoldi. Noqulaylik uchun uzr so'raymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar. Darsda qatnashgan hammaga rahmat.